Messi zo'rmi yoki Ronaldo degan savolga Krishtianuning o'zi quyidagicha javob berdi. Bilasizmi, meni noto'g'ri tushunmang. Messi unchalik ham zo'r emas aslida. Men o'zimni undan ancha yaxshiroq deb hisoblayman. Men buni Angliyada, Ispaniyada va hattoki Italiyada ham isbotlab qo'ydim. Lekin Messi-chi, u o'zini zo'rligini Barselonadan tashqarida ko'rsata olmadi, chunki u Barselona mahsuloti. Yana u FIFA tomonidan muntazam himoya qilinadi. Shu sababli rostini aytadigan bo'lsak, men undan ancha yaxshiroqman. Hamda men undan tezroqman, kuchliroqman. Ikkita oyoqda ham birdek gol ura olaman. Bosh bilan yaxshi o'ynayman va mening tashqi ko'rinishim ham unikidan ancha yaxshiroq. U aniq nima qila oladi o'zi? Driblingmi? Kechirasiz, bu narsa futbolda unchalik ham muhim emas. Shuning uchun siz boshqa bir futbolchi bilan meni taqqoslay olmaysiz. Chunki men haqiqatan ham eng zo'riman. Sizningcha Ronaldoning Messi haqidagi ushbu fikri qanchalik haqiqatga yaqin? Kommentariyaga yozib keting hamda ushbu videoni Messichi tanishlaringizga yuborib qo'ying.